Biznes klass xonadonlarda shumoizolyatsiyalangan romlardan foydalanish muhim. Birinchisi, issiqlikni saqlaydi. Termoizolyatsiya tufayli xonadagi issiqlik tashqariga chiqmaydi. Bu esa qishda iliqlikni, yozda esa salqinlikni saqlab qolishga yordam beradi va energiya sarfini kamaytiradi. Ikkinchisi, tashqi shovqinni kamaytiradi. Shumoizolyatsiyalangan ko'p qavatli oynalar tufayli tashqaridan kelayotgan shovqinni sezilarli darajada kamaytiradi. Bu esa shahar markazida yoki yo'l bo'yida yashovchilar uchun juda muhim. Uchinchisi esa energiya tejamkorligi. Issiqlikni saqlash yoki konditsionerga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish orqali elektr energiyani tejab ishlatishga yordam beradi. To'rtinchisi, uy qiymatini oshiradi. Bunday sifatli romlar zamonaviy va ekologik uy mezonlariga javob berganligi tufayli ko'chmas mulk qiymatini oshiradi. Allianz Avenue loyihasida Engelberg 3 qavatli termo oynalardan foydalaniladi. Bunday romlar yuqoridagi 4 ta xususiyatni ham o'zida mujassam qilgan va osuda va sifatli hayot kechirishingizni ta'minlaydi.